Detskiy elektromobillarning ichida mana shunga o'xshagan kislotali akkumulyatorlar joylashgan bo'ladi. 6 volt 4,5 amperlik va shunaqa shakldagisi 6 volt 7 amperlik. Bunaqa kislota akkumulyatorlar uzoq yil xizmat qilmaydi va zaryadi ham uzoqqa yetib bormaydi. Biz shunaqa akkumulyatorlarning o'rniga litiy jelezofosfatdan akkumulyatorlar tayyorlab O'zbekiston turli joylariga jo'natyapmiz. 15 amperlik bo'ladi. Bu akkumulyatordan ko'ra 3 barobar quvvati ko'p bo'ladi va 5 yildan 8 yilgacha xizmat qiladi. Zaryadi ancha-munchaga tugab qolmaydi. Nihoyatda uzoqqa yetadi zaryad. Bunga qo'shib zaryadniki bilan birga qo'shib jo'natamiz. 12 voltliklarning ichida 4 dona bo'ladi. 12 voltli Detskiy pultli mashinalarga ham jo'natyapmiz. Yasab zaryadniki bilan birga komplekt. Bu akkumulyatorni o'zingiz sotib olib bemalol ulab olaverasiz. O'tiradigan joying tagida joylashgan yoki orqa tomonda joylashgan bo'ladi. Shu plus minusini to'g'ri ulab qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. O'ziga ham razyon qo'yilgan. Bu joydan ham zaryad qilsa bo'ladi. Mashinachani o'zidan zaryad qilib ishlasangiz ham bo'laveradi. Kimga shunaqa akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonda hamma joyga dostavka bor BTS orqali. Narxiga keladigan bo'lsa, dostavkasi ichida 450 ming, kattasi 750 ming, dostavkasi ichida zaryadniki bilan birga komplekt hammasi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.